burunqi zamonda bir o'tinchi o'tgan ekan. U har kuni jangaldan o'tin ip kelib setib, jahondachilik qiladi ekan. Bir kuni u odati bo'yicha o'tin kesib qaytibdi. Dal shu paytda bir jup sirliq ko'z uningga tikilibdi. Hey! İnsan degan sen bo'lamsan. Shu. Men sana gap qilyapman. İnsan degan sen bo'lamsan. Men shu. Bir ishing bormidi? Men boshqalardan insonlarni nihoyat kuchli deb angladim. Men bilan chelishib boqamsan. Agar iyiq bilan chelishsam, meni hashpashtiga chingib oladi. Agar chelishmasam, qarshilik qilding deb yeb qo'ydi. Uningga ko'ra, iyiqni pen bilan yig'ishib kerak. Men bu sen bilan chelishib kuchimni sinab beqish orzusida yurgan. Ha? Bugun yaxshi uchrab qoldim. Biroq men kuchimni uyda qo'yib ketdiman. Aka olay, sen qechib ketma, ha? Bo'lamdi. Kuching chopsan epgan, men seni saqlayman. Ey, bugun bu kuchimni epkilayda qutulib qolaman. Erta yo o'g'il uchrab qolsa qanday qilaman? Uningga ko'ra yana bir pami shiltay. Ey, men kelgichi qechib ketsam, men qanday qilaman? Qaychib ketmayman. Ishonmayman. Qochmayman. Undaq bo'lsa, men seni daraxtga bog'lab qo'yib ketsam, qo'shilamsan. Ha? İxtiyorim. Buvay iyiqni mahkam bog'lab etgandan keyin iyiq qarab masxara aralash kulib qo'yib, xotirjam holda uyga qaytibdi. Kichik do'stlar, aytib beqinglarchi, buvay rostilla qaytib kelami?